kechqurun ona bola mashina qilib aylanib yuramizda. O'zi istoriyada qo'ysam, BBC haralik yozishibdi. Kimiki deb onam o'zlari kolleksiyalarni ishga tushirganlar, xudo xolasa dizayn masalasi bo'yicha, tikuv masalasi bo'yicha hali hijobli yo'nalishda o'shanga dizaynerlik qiladi o'zlari. Men o'zim endi SMM sohasini men olmoqchiman. Instagramlar yurg'izib berish. Endi ona aytsalar shunaqa-ku, qanaqa bo'lar ekan debdi. Men ayol kishini ko'ylaklarni men reklama qilib, dizaynlarini qilib bersam. Nima deysiz ona? Oylik chiqadi menga. İşte pul yana mana. Mana yerda profillar qo'yib qo'yaman. Atmetik qilib, kirib ko'rsanib bo'lib. Ayollarimizga, ahillarimizga, opa-singillarimizga, onalarimizga har xil razmerda chiqadi, turli tuman ko'ylaklari. O'zlari dizaynni 2 kun, 3 kunlab chizib chiqardilar, keyin uni bitta-chekkadan tikish boshlaydi. Narxlari arzon emas, oldindan aytib qo'yaman.